Gakayon kompaniyasini V650 modeli bilan tanishamiz. Uni interyeri, eksteryeri, kimlarga to'g'ri kelishi, narxi va uni qanday xarid qilish yo'llari haqida mulohaza yuritamiz. Assalomu alaykum do'stlar. 165 kilovatli elektromotor, ya'ni 224 ta ot kuchi, 224 ta ot kuchni realizovat qilib beradigan litiy железофосфатный akkumulyatorlar, teplovoy nasos bilan va uni объеми 75,6 kilovatli. Быстрый zaryadka поддержка qila oladi. 360 kilovat. Bu degani 1,5 soatda avtomobilni 20% dan 80%, 85% gacha to'ldirib bera oladi. Avtomobilimiz 600 kilometrga yaqin masofani bosib o'ta oladi. Agar o'zini naborda chiqadigan 7 kilovatli zaryadkaga qo'yadigan bo'lsangiz, ya'ni uy sharoitida 7-8 soat atrofida to'liq zaryad ola oladi. 10% dan. Endi inverter ichidagi elektronniy sistemalarga keladigan bo'lsak, hammasiga garantiya beriladi. Inverterlari eng yangi qo'shilgan inverterlar, hali 25-yilda bundan yaxshiroq yoki обновление bo'lgan inverterlar chiqmadi. Производительный inverter hozir shu yerda. Undan tashqari омывайкалari обслуживание qilinadi faqat. Antifrizlari 6 oyda almashadi. Buni hammasi albatta avtoservisda bo'ladi. Bizning avtoservisimiz Farg'ona yo'lida joylashgan. Lokatsiyasini opisaniyada yozib qoldirib ketamiz. Avtomobilimizning endi umumiy tashqi ko'rinishiga keladigan bo'lsak, oldidan juda chiroyli ishlangan, LED faralari chiroyli ishlangan. Oldi bamferga keladigan bo'lsak, to'liq silikon oldini shakllantirib beradi. Pastida radiatorning reshotkasi, aktivniy diffuzorlar bo'lmaydi. Bu yaxshi pluslardan bittasi. Eng katta pluslardan bittasi ADAS assistentlari 8 xil yordamchilar bo'ladi siz uchun va 360 kamera va undan 4 ta. Va kompaniyani elektromobilligini bildirib turadigan logotipi joylashgan, ya'ni Ion. Yon tarafiga sekin o'tsak, bokovoy profili mashinamizning juda chiroyli va сдержанный, xuddi Toyota kompaniyalari chiroyli avtomobillarni ishlab chiqargandek, bu yerda ham xuddi shu funksional ishlatilgan, skromность, ergonomichность. Bokovoyga keladigan bo'lsak, повторительlar bor bokovoyimizda. Undan tashqari kriloda ham поворотник повторительlari bor. Kriloga kelganda balonni qaranglar, bir chiroyli litoy alyumin splavdan qilingan 19 dyuymli chiroyli diskalar. 225 ga 55 shinalari. Bu ham juda yumshoq shina ekan. Bokovoy profilda ko'rinishi yanada chiroyliroq qilib turgan reylinglari ham juda baquvvat. Mana sizlarga ushab qimlatib ko'rsatib beraman. Hech qanday shaqir-shuqur yoki plastmassadan qilingan bo'lmaydi. Aynan sifatli materiallar ishlatilgan. Ikkita duga tashlasangiz, обязательно 350 kg nagruskani ko'tara oladi, 100%. Ruchkalariga keladigan bo'lsak, beskulchovoy dostup bor. Uni men sizlarga hozir demonstratsiya qilib beraman. Misol mashina kaliti yoningizda bo'lsa, yopsangiz knopka orqali bosiladi, yopiladi, ochiladi. Sizning udobstvingiz uchun o'ylangan. Undan tashqari, mashinamiz ochiq holda distansionniy upravleniyamiz bor. Misol hozir uzoqlashsam mashinadan, mashina avtomatически quflanadi. Bu juda qulay deb o'ylayman. Va avtomobilga qaytib yaqinlashganimizda avtomobil bizni kutib oladi. Chiroyli. Ahamiyat berganingizdek, bokovoy ruchkalarimiz vijjashi kirib chiqadi. Ko'pchilik qiynaydigan savol, bu qulaymi, надежныйmi, sinib ketmaydimi? Yo'q do'stlar. Bu уже 3 yildan beri testировать qilamiz. Baquvvat materialdan qilingan, sindirish juda qiyin. Sindirsangiz avtoservisimizda обязательно topiladi. Yon tarafini tugatadigan bo'lsak, E klassdan baland klassligi va crossoverlarga xos bo'lgan bokovoy oynalarimiz, orqa blok farasi. Sizlarga qaysi avtomobilni eslatganini kommentariyada yozishinglarni kutib qolaman. Chiroyli, menimcha. Menga bu ko'proq Kia Sorentoni eslatib yubordi. Hozir men sizlarga uni yoqib ko'rsataman. Undan tashqari, повторительный stop bu yoqda ham joylashgan. Orqa qismiga kelganimizda bagaj bizani kutib oladi. Bagajimizning объеми 423 litr va ularda falspor bor.
falsh polimizga keladigan bo'lsak, tagiga to'liq razmerniy zapas kolesoni qo'ysak bo'ladi, zapas ballonni. Zapas ballon qo'yganimizdan tashqari, uni yashirib tepaga ровный pol qilib qo'ysak bo'ladi. Bu qachon qulay? Qulaylik tarafi sidenamizni yotqizganimizda ровный tekis polni hosil qilib beradi. Aynan shu modellarimizda standart naborida 7 kilovatli zaryadkasi, o'zini firminniy va undan tashqari poliklar ham chiqadi. Bamfer qismiga keladigan bo'lsak, orqa bamferi chiroyli ishlangan, двухцветный, глянцевый kraskalardan ishlatilgan. Undan tashqari protivotumanka отражительlari va 3 ta parktronika bor ekan. Orqa eshik ruchkalarimizda qulaylik taraflaridan bittasi multimediadan nastroyka qilinadi. Именно qaysi skoroskga chiqqanimizda yopilishini ham nastroyka qilinishi multimediada. Orqa eshigini ochadigan bo'lsak, katta pluslardan biri 90 gradusgacha ochila oladi. Va bizni xursand qiladigan narsalardan bittasi biz uchun детский zamokni qo'yib ketishibdi. Bu juda katta qulayliklardan biri. Nega desa, oilali va yosh bolali odamlarga juda qulay. Endi avtomobilimizning interyeriga keldik. Ichiga o'tirib olamiz. Qanchalik kengligini sizlarga aytmasimdan turib, menimcha kamera ko'rsatib bera oladi. Bu oldi sideniyani orqaga oxirigacha kelgan vaqtida. To'g'ri, yana ozgina kelishi mumkin, lekin oldida ham ancha juda ko'p joy bor. Orqaga o'tirganimizda bizani yaxshi materiallardan ishlangan dvernoy karta kutib oladi. Bunda oynani bloki va plus taraflardan bittasi avto oyna va u oxirigacha tushib keta oladi. Bu juda katta qulayliklarga kiradi. Orqa ruchkasiga kelsak, xromoviy elementlardan ishlatilgan va обрамленияsi ham xromdan qilingan. Undan tashqari Adigo sound sistemasining kolonkalari, orqa sidenalarni sizlarga ko'rsatib o'taman. Ikraga поддержкалari juda qulay. Bu nima? Bu uzoq yo'llarga yurganimizda ancha katta qulaylik bildiradi. Undan tashqari bizani orqa spinkalarning regulirovkasi kutib oladi. Bu ancha shirokiy diapazonda nastroyka bo'ladi. Undan tashqari podголовниklarimizda ham nastroyka bo'lyapti. O'zimizga didimizdagidek moslab olib, bemalol uzoq yo'llarga ketsak bo'ladi. Undan tashqari sizlarga ko'rsatmoqchi bo'lgan narsam panorama. Juda ham chiroyli va именно mana shu holatda panorama qanchalik kattaligi va u berayotgan chiroyi ko'ra olishingiz juda ham zo'r bo'ladi. Undan tashqari удобствolarimizdan poдлокотникda telefon qo'yishga joy va ikkita podstakannikka nisha. Poдлокотникimizda materiali ham zo'r, yaxshi materiallardan ishlatilgan. Sideniyalarimizda perforatsiyalangan, perforatsiyalar terlamasligimizni oldini oladi. Undan tashqari ikkita orqa sideniyamizda IceFix krepleniyalari bor. Ya'ni bolalarni bezopasnosti uchun qulaylik yaratib beradi va uni ochib yopish ham juda oddiy va chiroyli. Ochasiz, sideniyani tiqasiz, xohlasangiz aylantirib, xohlasangiz yo'lga qaratib. Orqa yo'lovchilarni qulayliklari uchun bu yoqda USB Type A razyomi, bemalol bolalar o'z gadjetlarini zaryadka qilib ishlatib keta oladi uzoq yo'llarda va sideniya karmanlari. Undan tashqari bokovoy stoykada konditsioner deflektorlari. Bunday bo'lgandan keyin ana endi oldiga o'tamiz. Avtomobilimizni водительский tarafni ochganimizda bizning chiroyli dvernoy karta va eshigi ochish ruchkasi o'ziga xos bo'lgan yangicha, hech kimda ishlatilmagan dizayn bilan kutib oladi va strochkalari, bokovoy strochkalari juda chiroyli ishlangan. Undan tashqari Adigo sound sistemasi firminniy Gakayonni o'ziga yarasha качественный, u ham brendовый, reytingi baland, yuqori brendlar orasida turadi. Endi ichiga o'tiramiz. Sideniyamiz elektropaket va 6 xil yo'nalishda harakatlanadi. Pastga, tepaga
oldi, orqaga va spinkamizning regulirovkasi. Undan tashqari albatta podголовнигimizda ham regulirovka bo'ladi. O'zingiz uchun moslab olsangiz bo'ladi. Mana mashinamizga ham o'tirib oldik. Mashinaga o'tirganda birinchi очередь odam o'ziga настройка qiladi, boshqa qiladi, lekin bu mashinada o'zini по умолчанию заводской настройкалari ancha zo'r, qulay, qo'lni qayoqqa qo'yishingizdan qat'iy nazar, удобный. Har qanaqasiga o'zingizni удобствоingizni topa olasiz. Rul ham ancha katta diapazonda regulirovka bo'lyapti. Mana menga bunaqa qulay bo'ladi. Rul ham juda ergonomичный va chiroyli multi rul. Mashinamizda qanday yonadi degan savolga tormoz bosasizlar, mashina yonadi. Tormoz bosganimizda elektr rul ishlaydi. Gidravlika emas, eng zo'r tarafi elektr. Bitta barmog'i o'zida mashinani bemalol boshqara olamiz. Multirulga keladigan bo'lsak, ikkita избранный knopka, голосовой assistent va telefonni boshqarish knopkasi. Bu nima bizga удобство beradi? Telefonni bosganimizda bu yoqda Bluetooth sразу ulanish chiqadi. Ulaganimizda telefonimizda kontakt hamma nima bor bo'lsa, bu yoqqa уже integratsiya bo'ladi. Bu juda katta удобствоlardan bittasi. Rulyoy переключательga keladigan bo'lsak, selektor передачasi ham mana rulda eng удобный qilib qo'yilgan Mercedes-ga o'xshab. Tepaga revers, o'rta neytral, pastga drive. Undan zo'r tarafrog'i, drive knopkasini 2 marta pastga tushirsangiz, adaptivniy cruise control yonadi va sizni yengil ketayotgan yurishingiz приключениялар bilan ketadi, qisqaroq aytganda. O'rtasiga keladigan bo'lsak, parking knopkasi. Bosganimizda mashina parkovka qiladi. Chap tarafga keladigan bo'lsak, dvorniklar bilan управление qilish knopkasi, intensivность, suv sepish, orqa dvornik ishlatish, поворотникlar, davlnik bilan migach qilish, diametri 14.6 dyuymli. Menyusiga kirganimizda, lighting system degan joyga kirganimizda, svet bilan boshqarish polniy sistemasi shu yoqda joylashgan. Xohlasangiz podyomini tushirib ko'tarasiz, xohlasangiz avto rejimga qo'yib qo'yasiz. Undan tashqari ruchnoy qo'lda настройка qilsangiz ham bo'ladi. Undan tashqari tumankalarni yoqish, svet настройка qilish, adaptivniyni yoqish hammasi bu yoqda alohida настройка bo'ladi. Zo'r taraflardan bittasi. Общий ekran sistemasiga keladigan bo'lsak, bokovoylarni boshqarish, bu yoqda alohida o'chirib yoki skladovание qilish yoki qaytib ochish bokovoylarni bu yoqda alohida knopka qilib chiqarilgan. Boyaginda aytganimdek, Ajigo sound sistemasi premialniy Gakayonning o'zini brendidan olingan audio sistema. Bu juda zo'r va qulay. Bu yoqqa keladigan bo'lsangiz, bu yoqda 700 wattli усилительni ko'ramiz. Undan tashqari stoykalarimizda ikkita pishalka, undan tashqari среднечастотник va pastida низкочастотный kolonkalar joylashgan. Avtomobilimiz torpedka qismiga keladigan bo'lsak, kojinniy materiallar bilan обшитый va o'rtasida glянцевый zerkalo o'tgan. Uni oxirini deflektor обдув reshotkalari заключенный vid berib turibdi. Juda zo'r, chiroyli. Orqadagi bokovoy stoykada ham juda chiroyli qilib qilingan. Zo'r законченный vid berilgan mashinaga. Mana sovutishi ham juda zo'r. Ishlashi yaxshi. Sovutishi tez, mashina yongandan keyin 2 daqiqadan so'ng mashinaning ichini холодильник darajasigacha olib kelib qo'ya oladi. Informativniy displeyga keladigan bo'lsak, yurish assistentlari, komfort, sport, energiya effektivniy rejimlarga o'tish yoki energiya kam qolganda energiya ekonom rejimiga o'tadi. Основной. Bu rejimda qanaqa? Полноценный rekuperatsiya yonadi. Rekuperatsiya nima? Bitta pedal bilan mashinani boshqarib yurish, bu juda qulay. Tormozda ishlatish shart bo'lmaydi. Kolodkangiz ham ekonom, plyus ham ekonom. Cho'ntagingiz ko'proq o'ylangan mashinalardan bittasi. Gaz pedalni qo'yib yuborsangiz, o'zi avtomatik rekuperatsiya ushlab, elektromotori o'zi tormoz ushlashni boshlaydi. Bu eng katta plyuslardan bittasi. Undan tashqari rekuperatsiyani o'chirgan holimizda, imенно rekuperatsiyani 3 xil darajada boshqarish mumkin. Bu yoqda polni o'chirib qo'yganimizda nakat bilan yuradi, o'rtacha va qattiq holatda mashina bitta pedal bilan boshqarish holatigacha. Undan tashqari mashinaning shassisini boshqarish, avto hold sistemasi, ESP ya'ni elektronniy stabilizatsiya, SSD tog'dan tushish funksiyasi, tushish chiqish funksiyasi o'zi elektronniy chiqib yordam beradi sizga.
elektronniy ruchnik yoki EBP sistemasi va undan tashqari juda ko'p elektronniy помощниклari bor. Mashinamizni hozir elektronniy помощникларni sanab o'taman desam, bu yerda cheki yo'q. Ko'proq vaqtingizni olib qo'ygan bo'laman. Shuning uchun общий yakunlaymiz. 8 dyuymli приборный panel, informativniy. Bu yerda bortovoy kompyuter boshqarish knopkasi, boyaga aytganimdek izbrinniy knopkalardan. Hozir 100% dan dam berilgan. Bu nima? Bu qancha? 2,4 davleniyadan turibdi, shuni ko'rsatib beryapti. Undan tashqari har xil indikatsiyalar. Ko'chani gradusi hozir 41 gradus ekan. Sizlarga shunaqa suvda zo'r obzor olamiz. Hamma indikatsiyalar. Undan tashqari driving assistant ADAS funksiyasini ko'rsatgandim. Boshida esinglarda bo'lsa, mana hozir oldida mashina bo'lsa yoki mana hozir yurib ham ko'rsataman. Ochib turaversan. Mana mashinalar harakatlanyapti, o'zi polosa chizyapti va ko'rsatib beryapti. Bu juda qulay sistemalardan bittasi. Adaptivniy cruise control hammasi mana shu selektordan yonadi yoki ekrandan nastroyka qilinadi. Undan tashqari ekranda qolib ketgan narsalardan главный sistemaga chiqargan bo'lsak juda удобный va nastroykalari zo'r. Ekran ishlashi plavniy. Undan tashqari bu yerda быстрый доступ knopkalarimiz, necha foiz zaryadga qolgani, qancha zapas xod, qancha kilometr bosib o'tishi, ekonom rejim, sport rejim, komfort rejim переключатель knopkalari. Bu yerda konditsioner sistemasi juda qulay ishlatish. Xohlasangiz dublirованный 9 zonli klimat kontrol ishlatish juda qulay. Hozir o'chirib qo'ya qolamiz. Bu yerda lobovoy oynani boshqarish. Buni xohlasangiz bu yerda o'zingizga kerakli narsalarni mana bunaqasiga qo'shib, o'chirib yoki o'zingizga удобный qilib nastroyka qilib qo'ysangiz bo'ladi. Bu yerda 360 kameramiz, mana demonstratsiyasi, hozir orqada ikkita eshik ochuvligi, qayerda nima, orqasida mana obzorlari, yonida qanaqa darajada mashinalar bor, qaysi ugledan ko'rsatish, undan tashqari front wheel, right wheel, right balon tarafdan ko'rinishi, orqa balon tarafdan ko'rinishi, oldi va orqa balon taraf ko'rinishi. Undan tashqari 2D cho'tki Full HD formatdagi kачествоda ko'rsatib beradi. Undan tashqari yana bokovoylarimizni ochilib yopilishini qulay qilib bu yoqqa ham qo'yib qo'yilgan. Nastroykalarga kelsak, imенно 360 kameraning nastroykalari bu yerda joylashgan. Tepa qismiga keladigan bo'lsak, Kazeroga двухэтапный ochiladi. Undan tashqari Kazerogida oynasi bor podsvetkasi bilan. Undan tashqari yana ikkita va avtomobil perimetrida podsvetkalar. Mashinani o'chirish knopkasi 3 sekund bosib ushlab tursangiz bo'ldi. Mashina o'chadi. Va tormoz bossangiz, boya bilganingizdek yonadi. Avariyka удобно bo'lishi uchun alohida tepaga o'tkazilgan. Aeroglonас knopkasi va undan tashqari avtomobilni ochib turadigan boshidagi stoykasidan oxirgacha stoykasigacha sizlarga demonstratsiya qilib ko'rsatib ketay. Panoramniy oyna. Uzoq masofalarga ketayotganda bu juda ham qulay va zo'r, ancha ko'p atmosfera berib turadi mashinaga. Hozirgi ko'rayotgan kadrlar orqa sideniyada o'tirgan odamni yotib ketayotganda qanday ko'rinish darajasida ko'rsatib beryapti sizlarga. Bo'ldimi? Gakayon V650 modelimiz qisqa obzori o'z nihoyasiga yetdi. Avtomobilimiz yoqqan bo'lsa, xarid qilmoqchi bo'lsangiz, uni xarid qilish yo'llari avtolizing, avtokredit, halol nasiya savdo yoki firmaning nomiga перечисление qilib olish yo'llari bilan xarid qilsangiz bo'ladi. Avtomobilni Sunshine Motors'da bizga kelib xarid qilsangiz bo'ladi.